Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ushbu darsda eng oddiy bank qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, men tijoratchiman va atrofimda bir muammoni ko'ryapman. Mening qishlog'imda odamlar turli sohalarda mehnat qilishmoqda. Vrachlar, injenerlar, huquqshunoslar yoki oddiy ishchilar. Ular ishlashadi, bir-birlarining xizmatlaridan foydalanishadi va pul jamg'arishadi. Demak, ularda jamg'armalar bor, yozib qo'yamiz. Jamg'armalar. Jamg'armalar bu sarf qilinmaydigan, shunchaki yostiqlarning tagida yig'iladigan pullar. Bu pullar hech narsaga ishlatilmaydi, shunchaki turibdi. Jamg'arma egalari qachonlardir kimlargadir o'zlarining tovar va xizmatlarini taqdim qilishgan. Boshqalar esa o'z navbatida ularga buning evaziga mana bunday oltin tangalar, shularga o'xshash oltin tangalar yoki qog'oz pullar berishgan. Mana bularga o'xshagan qog'oz pullar. Odamlar kelajakda bu pullar va tangalardan o'zlarining xohish va istaklariga ko'ra bemalol foydalanishi mumkinligini tushunib, pullarni darhol ko'rpachalarning orasiga yashirib qo'yishadi. Demak, ularda bir dunyo jamg'armalar bor, ya'ni yig'ib qo'ygan pullari. Shuningdek, juda yaxshi g'oyalarga ega bo'lgan tadbirkorlar ham bor. Ularda g'oya bor, ammo g'oyasini amalga oshirish uchun ularda mablag' yo'q. Demak, yozib qo'yamiz. Ularda g'oya bor va ularning g'oyasi loyiha sifatida amalga oshishi uchun ularga investitsiya kerak. Yozamiz, ularga investitsiya kerak. Masalan, bir tadbirkor juda bir yaxshi ishni mo'ljallab turibdi. Agar ko'p odamlarni yollab, ekinlarni sug'orish uchun kanal qazilsa, unda yil davomida ko'proq hosil olishga erishgan bo'lishardi va barcha boyib ketgan bo'lardi, chunki oziq-ovqat mo'l bo'ladi. Bu juda manfaatli ish, lekin odamlar unga yollanib ishlashi va kanal qazishi uchun nima qilishi kerak? Toki mehnati evaziga haq to'lanishini aniq bilmasa, hech kim unga ishlashni xohlamaydi. Demak, bizda yechilishi kerak bo'lgan qiziq bir masala paydo bo'ldi. Bir tomonda tilla tangalar va qog'oz pullar yig'ib qo'ygan odamlar bo'lsa, boshqa tomonda investitsiya talab qilayotgan loyiha egalari. Qani edi ushbu loyiha egalari mana bu odamlardan qarz olib mablag'iga ega bo'lsa-yu, yangi loyihasini amalga oshirib mo'maygina boylikka erishsa. Keyin esa bu tadbirkor o'zining boyligining ma'lum bir foizini bu odamlar bilan bo'lishgan bo'lardi. Bunday loyihalar nafaqat bitta odamning, balki minglab odamlarning investitsiya qilishini talab qilar. Chunki bunday loyihalar juda katta hisoblanadi. Jamg'arma egalari esa kimning loyihasi chindan ham pul tikishga arzishini bilishmaydi. Tadbirkorlar esa kimning jamg'armasi borligini bilishmaydi. Masalan, mening qanchadir jamg'arib qo'ygan pulim bo'lsa va men uni orqa hovliga ko'mib qo'ysam yoki ko'rpachalarning orasida saqlasam, albatta men buni hech kimga aytmayman. Yo'qsa biror kun kimdir meni o'marib ketishi mumkin, to'g'rimi? Xullas, men boshida aytgan muammo shu edi. Ushbu vaziyatda men 3-tadbirkorman va bu holatda men bir biznes ochishim mumkinligini tushundim. Bu biznesning nomi bank. Bank o'zi nima ish qiladi? Men o'z ishimni qanday boshlayman? Bir qarashda men mana bu tadbirkorlarga ham o'xshab ketyapman. O'zimning g'oyam borligi bilan ulardan sal farqli tomonim bo'lishi uchun menda ham biroz yig'ib qo'ygan pulim, deylik $1 million bor. Unda mening boshlang'ich balans hisobotim quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, $1 million ni balansimga yozib qo'yaman. Bu pullarga men devorlari mustahkam, xavfsiz bir bino qurishga qaror qildim. Demak, binoni chizib olamiz. Bu bino seyf vazifasini bajarishi kerak. Shuning uchun ham uning devorlari juda mustahkam, baland, baquvvat bino. Mana bunday yirik ustunlari bor. Ko'rinishidan qadimgi Gretsiya yoki Rim ibodatxonalarini eslatadi. Shundan so'ng men butun qishloqqa bu haqda e'lon qilaman. Odamlar pullarini mening seyfimda saqlashi mumkinligini,
pul kerak bo'lgan paytda bemalol qaytarib olishi mumkinligini va bunga qo'shimcha bankimda pullarini saqlashgani uchun hatto ularga biroz miqdorda pul ham to'lashimni aytaman. Shunday qilib, barchaga bu taklif yoqib tushdi va ular menga pullarini ishonishdi. Aytaylik, bu qishloqdagi odamlarning jamg'armasi 10 million dollarni tashkil qilsin. Yaxshigina boy qishloq ekanmi? Odamlar 10 million dollar pulni mening bankimga depozitga qo'yishadi, ya'ni omonatga. Bu pullar men uchun majburiyat hisoblanadi. Nimaga majburiyat? Chunki albatta bir kun kelib men bu pullarni egalariga qaytarib berishim kerak. Bu pullar mening bo'ynimdagi qarz hisoblanadi. Mana bu 1 million dollar esa mening xususiy mulkim. Buni ham yozib qo'yamiz. Xususiy mulk. Agar bu mablag' faqatgina menga emas, 10 ta aksionerga tegishli bo'lganida edi, unda har birimiz bu mablag'ning 10 dan biriga egalik qilgan bo'lardik. Ammo tasavvur qilamiz, bu xususiy korxona, bino ham meniki, bankni ham men o'zim boshqaraman. Bu foyda keltirmaydigan yoki xayriya korxonasi emas. Xo'sh, unda men depozitdagi 10 million dollar pullarni nima qilaman? Ular menga ham, pul qo'ygan odamlarga ham foyda keltirishi kerak. Men odamlarga pullarini xohlagan paytda olishi mumkinligini aytganman. Ular bir kun kelib pullarini so'rab kelishsa-yu, qaytarib olisha olmasa, menga ishonmay qo'yishadi. Shunday ekan, men pullarning bir qismini saqlab qo'yishim kerak. Balki bu pullar 3 yoki 4 ming odamga tegishli bo'lishi mumkin. Xohlagan bir kunda ulardan kimdir pullarini so'rab kelishi mumkin. Umid qilamanki, hammasi bir vaqtda so'rab kelmaydi. Bu holatda men bir qism naqd pullarni olib qo'yishim kerak. Deylik, bu depozitdagi summaning 10% bo'lsin. Naqd pullarni keling, mana bu binafsha rangda belgilab olamiz. 10 million dollarning 10% 1 million dollarga teng bo'ladi. 1 million dollarni naqd pul ko'rinishida olib qo'yamiz. 1 million dollar naqd pullarni P deb yozib qo'yamiz. Rezervga. Rezerv. Endi qolgan 9 million dollarni biror ishga tiksam ham bo'ladi. Bizda qolgan pul miqdori 9 million dollarni tashkil qilmoqda. Yozib qo'yamiz. 9 million dollar. Men bu pullarni mana bu yerdagi loyihalarga yo'naltirib qo'yaman. Albatta, men bu pullarning hammasini bitta odamga bermayman yoki bitta loyihaga tikmayman. Turli loyihalarga yo'naltiraman va turli odamlarga kredit sifatida beraman. Endi albatta sizda tabiiy savol paydo bo'ladi. Bu vaziyatda men qanday pul ishlab topaman? Bilamizki, men kapitallarni irrigatsion kanallar qazish, turli zavodlar qurish va hokazo yana loyihalarga yo'naltirganman. Demak, bular investitsiya. Tayyor bo'lgan loyihalarning qiymati uni boshlash uchun sarflangan pullardan ancha baland bo'ladi. Shunday ekan, kredit uchun foizlar olaman. Bu foizlar loyiha qiymatining bir qismini tashkil qiladi. Tasavvur qilamiz, men omadli tarzda investitsiya qilyapman. Hech kim bankrot bo'lmasdan menga foizlarni o'z vaqtida to'layapti. Chunki men eng yaxshi loyihalarga investitsiya qilayotgan birinchi bankman va aytaylik, men jami berilgan pullardan 10% miqdorda olaman. Demak, yozib qo'yamiz. Yillik 10%. Yillik 10% olaman bergan kreditlarimdan. Kapital egalari esa pullarini mana bunday ajoyib, xavfsiz joyda saqlayotgani uchun mendan 5% olishadi. 5%. Buni ham yozib qo'yamiz yillik deb. Xo'sh, unda men bir yilda qancha ishlab topaman? 9 milliondan 10% bu 900 ming dollarga teng. Yozib qo'yamiz. 900 ming dollar. 10 milliondan 5% esa 500 ming dollarga teng. Buni ham yozib qo'yamiz. 500 ming dollar. Shunday qilib, foizlardan keladigan daromad 900 ming,
foizlarga to'lanadigan xarajatlar 500 ming bo'lsa, mening sof foydam 400 ming dollarni tashkil qiladi. Bu pullardan, ya'ni 400 ming dollardan 100 ming dollarni ishchilarga oylik sifatida qo'riqlash xizmati va xavfsizlik uchun to'layman deb tasavvur qilsak, jami 300 ming dollar menda qolar ekan. Yozib qo'yamiz. 300 ming dollar. Bu masalani kelasi videoda batafsilroq yechamiz. Xulosa qilib shuni aytsak bo'ladiki, men 10 million dollarni bankimda saqlab, jamg'armalarni omadli loyihalarga yo'naltirib, yiliga 300 ming dollar foyda qilyapman. Bundan hamma manfaat ko'ryapti. Umumiy boylik o'syapti, chunki mana bu investitsiyalar qishloqqa foyda keltirmoqda. Bu odamlar ham mamnun deb o'ylayman, chunki ular pullarini xavfsiz joyda saqlashyapti va ularning pullari yildan yilga oshib boradi. Aslida esa ularning pullari mana bu loyihalarning amalga oshirilishiga yo'naltirib qo'yilgan.